Arzumat aka, assalomu alaykum. Kechaga aytgan joyimga mana keldim. Qirg'izistondaman hozir. Haligi nima bor ekan? Olay joqda. Bunday priroda ekan. Вообще havolari zo'r joylar ekan. Bunday qilib suvlar oqadi ekan, sovuq ekan bu yerlar. Ona tog' bir 200 metr, 300 metr qoldida qorga. Shuni etagida o'tiribmiz past tomonda. Mana bunday qilib nima qilar ekan, haligi aytdimmi Qirg'izistonda kuya bola kelib nima qildi, o'tib boring, ovat deb taklif qildi. Ona burgutmi? Burgutlar ana uchib burgut. Oho, ana. Burgut ana şeylerde uchib mana tomoni yaylab ekanda bu ham. Hovligacha. Mana bunday nimalarda tirikchilik bo'lar ekan. Archa zorlar, havolari batamom toza havo. Hepsi damalaydigan joylar ekan. Bunday qilib og'aynilar mana shu yerlarda yurishadi ekanda. Mana biz ham keldik bugun. Mehmon bo'lib, kuyov bola. Nimaga chiqamiz? To'yga chiqamiz, qimiz ichamiz deb. Assalomu alaykum. Qanday? Shunday qilib bunalarda suvlar uyasida. Uyasida bunday qilib. Mana Mansurxon degan yigitlar bilan mana shu yerlarda bugungi kun endi mana shu joylarda tog' toshlar orasida yuramiz ekanda, toqqa keldikda mazza joylar ekan. Oho. Haligi nimaga borganda 24-yil Surxondaryoga borganimda shunaqa tog'ni ko'rgan edim. Sangardak degan yerda. Surxondaryoning Sariosiyo. Mana shunday qilib qimizlar mana. Hamma narsa. Mana shunaqa joylarda. Shu 24-yil Surxondaryoga gapga borganimizda Sangardak degan yerda bo'lgan edik. Xuddi ana shunaqa joy ekan. Mana tog'li, pastda u yerlardan ham sovuq ekan. U unda 25-nimada borganmiz. Moyda. 25-moyda borganmiz. Bu tomonga o'shanda ham nima edi? Sovuq bo'lgan. Bu yil endi hozir bu yerga shunday Mansur degan bir ukaxon bor, o'sha bola bilan keldik mana. Buna yigitlar ati Osmonjon degan yigit ekanda. Men bilan do'st bo'lib qoldingmi? Ana. Ikkoviz do'st bo'lib qoldik-da mana yigit bilan. Mana shunday qilib aylanib yuribman nima? Arzumat aka. Mana shunaqa joylar bor ekan, qimizi bor. Bunday nima qilib kecha kelganmiz. Kecha nimada qoldik? Yotib. Bugun erta turib kelganidan keyin bu yoqqa toqqa yo'l oldik-da. Mana shu yerda bo'lamiz endi bugun. Hali kechga tomon Xudo xolasa nasib qilsa uyga o'tib ketamiz. Mana shunaqangi joylar mana. Mansurxon. Mana bola. Mana odamnikiga keldik-da, mana shu odamnikiga. O'tirdik. Bu yaxshi. Shunday qilib buni. Ketgan bir gashti boshqada. Ota boshqa endi böyle aka ukamiz ikkalamiz. Mahallamiz ham, qishlog'imiz ham yonma-yon. O'zbekistonda eko o'tganda bu yoq bilan qayerda ichida nima qildik, qayerda qildik? Uldiyda qildik.